Eshitaman. Biz tayyormiz. Unda hamma ehtiyotkorlik bilan harakat qilsin. Shunchaki tekshiruv bo'lyapti. Bilegingizni bitta ko'rib qo'yaylik. Nimaga? Toza. Nima bo'ldi sizga? Rangingiz oqarib ketdi. Sen bu narsa yeb turgin, xo'p. Men hozir kelaman. Xo'p. Hujjatlaringizni ko'rsak bo'ladimi? Nimaga hujjat so'rayapsizlar? Qiz bola-ku, tekshirib nima qilasan? Ketaversin. Ortga qaytar. Qaranglar. Ish boshqaruvchi kirib ketgan. Uni ortidan begona odam kirgan. Shahboz, qara. Mana shu odam haqida ma'lumot yig'i. Tushundim. Hozir biz 5 daqiqada yetib boramiz. Do'pposlash tugur, meni ko'z oldimda 10 yoshli bolani ko'z oldida zo'rlab tashadi. Bu narsalarga meni onam chidamasdan o'zlarini osib qo'ydilar. Lekin men o'sha voqeani hech qachon unuta olmaganman. Bir kuni payt poylab uni ortidan bordim, pichoqlab tashladim. Chavaqlab tashladim. Men shunchalik rohatlandimki, maza qildim. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Hayvon! O'zingni bos. Ashni ko'rsatma. Dadam qo'yib yuboringlar. Qo'yvoring. Qo'yib yuboringlar. Qizaloq. Meni kechir. Aziza, men yo'qimda qizimizga yaxshilab qaragin. Yo'q, dada. Chayonni tutishda ko'rsatgan jasorating uchun mayor maxsus unvoni berildi. Rostdanmi? Kiring, Ruxsat eting, o'rta boshliq. ruxsat. Hozirgina bizga xabar berishdi. Anchadan beri kuzatuvda bo'lgan narko biznes kattalari ertaga Toshkentga kelishayotgan ekan. Mayli kelaversin. Ularni yaxshilab kutib olamiz. Shundaymi, o'rta mayor? Unda operatsiyani bugundan boshlaymiz.